Assalomu alaykum do'stlar. Sog'misizlar, tinchmisizlar? Bugun xudo xolasa 16-noyabr, yakshanba ishga chiqyapmiz. Mashinani oldiga keldik. Rodi mashina toza. Havolar qormoshni yoqqan. Zavat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mashinada yurgizaylik. Bir tozalar bir qator. İşe chiqamiz bugun. Soat 9 bo'ldi. Bugun yakshanbaligi uchun, voskresenaligi uchun ertadan sahar ish bo'lmaydi. Shunga sekin chiqdik. Sekin chiqyapmiz, sekin. Ko'ramiz bugun o'zi muqaddam kuni ish qanday bo'ladi. Ko'rsatamiz. Lekin eshitishim bo'yicha dastavka zo'r bo'layotgan. Buni ayniqsa bu qadam kunlari dastavka yaxshi bo'layotgan. Dastavkani ham yoqamizmi? Boshladik unda. Bismillah deb. Prioritet 38, ya'ni ko'tarilmayapti. Atkaz qilyapti. Shunaqa bo'lib 0 zakaz. Soatimiz 9:30. Baka qizdirib bitganimizgacha 9:30 bo'lib ketdi. Pogoda -10 gradus. Sovuq yaxshi yoq bo'lyapti. Nimamiz benzin bor. 0 ga tushirib olamiz. 0 oldik. Ko'ramiz necha kilometr yuramiz. Benzin bor, yetadi bugunga. Bismillah. Liniyani yoqamiz. Lekin bizda zakaz uncha qizargani yo'q. Bagrationni elitordan tashlayapti. Elitor V'dan ekonomdan tashladi. Mana o'zi voskreseniya kuni zakaz uncha bo'lmaydi. Shunga ekonom, komfort plus hammasini yoqib qo'ydim. Ko'ramiz agar obeddan keyin zakazlar ko'payib ketsa, endi bilib olmaydi. Uni sovuq kunlari o'zi ko'pchilik taksida ham yuradi. Ozgina joyga ham taksi zakaz qilishadi. Agar zakaz ko'payib ketsa, ekonomni o'chirib qo'yamiz. Hozir ekonomdan berdi sirasi. Unda boshladik işte. Shunaqa gaplar. Lekin eshitishim bo'yicha kuryer dastavkalar zo'r ish bo'lyapti ekan. Şu kuryer dastavkada bir kun ishlab nima qilib beraman. Xudo xolasa. Hali bitta nima olish kerak edi. Terma so'mka. Mashina olib turib qanday bo'lyapti? Ishlasa bo'ladimi deb ko'rsatib beraman dastavkani ham. Litkina ekan. 8,5 kilometr через platina ko'rsatyapti. 14 minut. Kimlar o yerda turib qoldi? Zastravis. Mashina muzlab qolibdi ekan. Chiqyapti klientimiz. Shundan klient bilmadim. Boshqasimi? Gap boshqasi. Здравствуйте. Долыткина, да? Birinchi zakazimizni olib kelib tushirdik. O'sha zakaz berib qo'ydi. Oftoga chiqib, ochki toqing deyapti do'stlar. Normalniy chiqyapti, lekin sovuq bo'lyapti. Hozir yo'llar hali tozalanmabdi. Mashinalar o'zlari tozalab olyapti. Kecha shamol bo'ldi, kechqurun. Shu shamolda ko'p qor o'zini yo'llar o'zini tozalab qo'ygan. Tormoz tepsa qarang,
Hozir razvorot qilamiz. Aleksandr Nevskiydan zakaz bergan ikkinchi zakazimiz. Shunday razvorot qilib turib Volskiga aylanib, Volskidan tushib olamiz. Irkutskda eng uzun, eng katta ko'cha mana shu Glavniy ko'cha, mana shu Baykalskiy ko'chasi. Bu Baykalskiy ko'chasi даже boshqa nimaga o'tib ketadi. Baykalskiy degan o'sha Baykalskiy o'sha boshqa nima. Shundan ketsangiz Listyankaga ketasiz. Короче, bu olib qaraganda mana shu ko'cha Irkutskdan Listyankagacha borsangiz 74 kilometr bo'lsa, 74 kilometr mana shu ko'cha. To'g'ri, yoqda ko'chalari keyin boshqa nimalari chiqadi, lekin mana shu bitta ko'cha, uzun ko'cha nomi Baykalskiy ko'chasi 74 kilometr. Ya'ni Irkutskdan nimagacha Listyankaga, Baykalga bo'lgan ko'chasi 74 kilometr. Ashirasi yana. Shunaqa gaplar. Qo'llash. Volskiy ko'chasiga burilyapmiz. Burilganda mana shu 60 kelib turib bitta burilsangiz ko't tashlayapti. Lekin yo'llar ochiq, probka yo'q. Obeddan keyin boshlansa kerak. O't brat. O'zimizniki. Bozorda ishlaydi shekilli. Metlar bozor. Shundan kirib kelsangiz, ichkarida o'tirib narsa sotishadi. Shunaqa gaplar. Yana nimalarni ko'rsatay? Bizda metro yo'q Irkutskda. Bunaqa tramvay bor. Trolleybus bor. Hali metro yo'q. Chunki nasleniya oz. Shahar ham o'zi kichkina. Shunga metro bo'lmasa kerak. Aholi hozirgi kunda ofitsialniy, shu dokumentalniy ofitsialniy 750 ming aholi bor Irkutsk shahrida. Hali 1 millionga ham yetmagan. Lekin shu biznikilarni qo'shsa, hammani shu dokumentsiz, ya'ni dokumentalniy degani bu kito o'sha nima qilib uchotga turgan, propiska qo'ygan, ashuni hisoblaydi o'zi nima bo'yicha. O'sha odamlar 750 mingta hozirgi kunda. Lekin shu biznikilar bilan qo'shilmoqsa, o'zimizga turibdi mashlarmigin. Shu bratanlar ekan. Ikkinchi zakazimiz ham olib keldik, o'zimizning birodarlar ekan. Stroykada ishlaydik. Ona o'tib ketishyapti. Karatishni zakaz minimalka 3000 topga qo'ydik. Aleksandr Nevskiydan Shiryanova 24 ga. Ashaqda stroyga qilinyapti, ashaqda ishlatsa kerak yo'q. Avtobusda yo'q. Stroyga dedi. Bitta stroyga bo'lsa kerak. Bizga o'sha zakaz tashab qo'ygan Ivatudan 4 kilometr ko'rsatyapti. O'zi maytamda kirib ketsam 1,5 kilometr, 2 kilometr chiqsa kerak. Hozir shunday razvorot qiladi. Kilometr yaqinlashadi. Aylantirib ko'rsatyapti Yandex. Naryoqdan aylanib ketyapti. Maytdan senga razvorot mumkin emas deyapti shekilli. Yürüyeni tezde. Shunda razvorot qildik, qaranglar uni. 2,5-3 kilometr ko'rsatgan joy 1,5 ga tushib qoldi. 1,6. Shuni kirib ketib qolamiz. Ivatuga. Havo sovuq, bugun sovuq. Avto chiqishiga qaramasdan sovuq bo'lyapti. Bugun 16-nimani Islom Maxachevni bo'yi hozir adashmasam
Madalena degani bilan solish kerak. Omad tilaymiz. Yutsin iloyim. Musulmon. Bityapsizmi, remont qilyapti, ochdimi ekan? Svetofor qo'yib qo'ygan. Yo'q, hali bitmabdi ekan. Sekin o'tishyapti. Hali bitmabdi ekan. İkinci adresni ko'rmasangiz, mana shu yerdan namesdan nazar ekansiz, mana. Shu pоворот turibdi, mana pоворот ko'rsatyapti-yu. Qayerga borar ekanda shunday namesdan yozib ko'rib olar ekansiz. Qayerga borar ekan? Qayerga? O, uji chiqyapti uni. Men yetib bormasimdan oldin uji chiqib kutib turibdi uni. Sariq kurtkada. Shunday o'tib ketib qolsam, yomon adres. Abet oldu, abet videoyu как раз обед mahalda o'tgan. Keyin chiqyapti Islomdan. Rahmat Uras. Boshliq. Bu videoni ko'rib keyin ketamiz. Вот теперь нормально, брат. Я хотел сказать. Do'stlar, obed qilib choy ichib chiqdik. Bu yilni ham tugatib, Islom haj yutdi. Quchoqlab yurib, kurashib yurib 5 raund tagiga bosib olib, qiynab yutdi. Молодец. Двойной чемпион bo'ldi. 2 kamar. Pol средний вес, легкий вес. Omadini bersin. Biz ishni boshlaymiz. Yo'qdik, liniyaga chiqdik. Ko'ramiz qayerga beradi ekan endi. Silver Mall tomondamiz, Sinyushkada. Shu yerda choyxona bor. Tojiklar choyxonasi kulyapti ekan. Восточная кухня choyxona. Shu yerda ichib chiqdik. Silver Mall'dan zakaz berdim, olgani kelyapmiz. Silver Mall. Irkutskda eng targoviy sentrlardan kattasidan bittasida Silver Mall. Yonida Jamol, keyin Yarka Mall bor sentrda. Shu lekin bugun juda mashina ko'p Silverda. Hamma покупкаga kelganmi? Produktda bir narsalar olishgan, aylangani. Klientimizni kutyapmiz. Qayerga kelgan? Baykalskiy 208 deydi. Lisixa kelgan. 9,5 kilometr 19 minut. Do'stlar, bugungi videomiz shu yerda tugadi. Ozgina ishlar chiqib oldi. Soatimiz 2:30 bo'ldi. Bugun 2:30 gacha chiqibmiz. Bolalar mashhur taksi bolalar, O'zbekistonlik, Qo'qonlik bolalar, mana do'stlar, tanishlar. Farg'onalik bolalar futbol o'ynashadi. Shunga chaqirishyapti, keling futbol o'ynaylik. O'tganda mayda deb qo'ydim. Shu endi bugun ijtimoiy yerda to'xtatamiz, futbol o'ynaymiz, futboldan chiqib choy, osh, shu короче. Bugun ish bo'lmaydi-da, o'sha. Hozir qo'shilgandan keyin shu bo'ldi, kechgacha atboy bo'ladi-da. Ham bir ikkitasi borda endi bolalardan nima deyolmaysiz, nima tikding, unaqa bo'y xo'rami, pul tikish xo'rami desangiz ham endi baribir quloq solmaydigan bolalar bor. Shunaqa
Короче, tikkan nima bolalar уже pul yutgan shu o'tiraylik degan emas, futbol o'ynaylik, короче, bilyard narsalar deyishyapti. Mayli endi, bo'linganni bo'ri yer, ayrilganda ayiq yer deydi-yu. Gap yo'q dedim, ish tugasa tugabdi-da, bo'lmasam dedim. Bugun shu 4 soat ish qilibmiz, 4 soat emas, 3 soat. Orada obed qildik, bo'y ko'rdik, 1 soat unga vaqtga ketdi-da. Hozir nashaga ketyapman endi do'stlar. 11 ta zakaz qilibmiz. 3600 so'm bo'libdi. Shunda 3,5-4 soat ichida shunaqa rezultat bo'libdi. Bugun o'zi kechgacha ishlab, yaxshi ishlab ko'rsatmoqchi edim endi. Nasib ekan. Xudo xolasa yana keyingi videolarda kattaroq qilamiz, dakansa ishlaymiz, ko'rsatamiz. Shu do'stlar, havolar zo'r bo'lyapti. Endi bilagan, bugun o'zi воскресенье. Nima deydi haligi хороший человек суббота, воскресенье отдыхает deydi. Endi biz ishlarda faqat juda ham yaxshi inson emas, juda ham yomon inson emas, nima emas ekanmiz, o'rtada ekanmiz, me'yorda ekanmiz. Obedgacha ishlaydi, endi obeddan keyin dam olar ekanmiz. Shunaqa do'stlar, gapni ko'paytirmay, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni ko'rganlaring uchun katta rahmat. Shu 3,5 soatda shu 3600 ish, 11 ta zakaz. Воскресенье. Dars ishlasa bo'ladi, zakaz ko'p, hamma yo'q qizarib yotibdi mana. Qarang, hozir bitta yoqsam tars etib beradi. Dam olish ham kerak ekan. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.